Hammaga assalomu alaykum. Qo'y bozor kanalimizning yashati obunachilari, YouTube foydalanuvchilar, chorva ishqibozlari va mana shunday oq yuzlik arashan qo'chqor ishqibozlari. Akalar, o'ta noyoblardan, o'ta chiroylilardan kelib qoldi. Videoni oxirigacha erinmasdan ko'rib turinglar. Xudo xolisa bugunga dahshat qo'ylar chiqadi. Xudo xolisa mana shular sololardan ham kelgan. Videoni albatta erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Xudo xolisa zo'rlardan kelgan. Xo'p, akalar, biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga chorshanba 28-yanvar 2026-yil boshlangan kunlaring fayzli bo'lsin, barakatli bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Bu videoda so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Kanalga yangi mehmon akalarimiz bo'lsa, bittadan obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa mana shunaqa qo'chqor sovliqlarni zo'rlardan video qilishda davom etaveramiz akalar. Bu birinchi partiyamizga soni 6 dona, oq yuzidan, toza oq yuz arashanidan boqaman deganlar bormi? Shunaqasidan mana akalar, qaranglar. Mashalloh, haqiqiy zot yo'nalishida qo'y qilib tarbiyalab qo'chqor qilib olaman degan akalarimizga 6 dona zo'ridan qarang turishlarini aka. Yuzlarini qarang, ular mashalloh. Haqiqiy zo'ridan mana. Soni 6 dona, yosh oilaga 9-10 oylik atrofida, bo'y bastlari 75 dan 80 gacha. 75 plus kilogramm hurmatli obunachilar. Mana qo'chqor haqiqiy boqadigan toza zot yo'nalishda tarbiyalab olaman. Qo'l bola qilib tarbiyalab o'zim qo'ch sog'liqlarimga sovutib qo'shaman degan akalarimizga mana zo'ridan keldi aka. Bo'y bastlari 75 plus kilogramm hurmatli obunachilar, yosh oyligini aytdik. Hop. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, buni narxi xudo xolasa yo'lida qilib qo'yib beramiz. Sifatiga qarab, ular qaranglar, mashalloh, haqiqiy qo'chqoring bormi desa, bor deydigan vach. Olgan odam xudo xolasa ichi chiqib qo'y baqadi aka. Mana qarang, mashalloh qo'yladi. Hammasini orqa orqalari kelishgan, razrezlari hammasini ikkiga qo'ygan, qaranglar. Mashalloh, haqiqiy qo'chqor aka. Hop, soni 6 dona. Narxiga keladigan bo'lsak, hammasini bir joyda 6 tasini qiziqdim, olaman degan obunachilarimizga buni narxi 5,5, 56 unaqa narxlar yo'q. Bu bir joyda hammasini oling, xudo xolisa 5 million 300 ming so'mdan bo'ladigan narxi tanlab olishga kelishiladi, hurmatli obunachilar. Hammasini olaman degan obunachilarimizga bo'ladigan senasini qo'yamiz. 5 million 300 ming so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha besplatni yetkazib olib borib beriladi. Qo'chqorlar haqiqiy zo'ridan aka. Mana qarang, sariq qo'chqor zo'ridan kelib bo'lgan aka. Badallari zo'r. 2 oy 3 oydan bir yemini bayo'y yeb turgan qo'chqorlar aka. Bemalol olib borib yemini berib boqaverasiz. Xudo xolisa yeb ichishda umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga yana bir hafta 10 kunga sinov muddati bor, hurmatli obunachilar. Qo'chqorlar o'ta zo'r. Oling, xudo xolisa baraka topasiz, xudo xolisa zo'r qo'chqorlar. Mana. Ashtaqa zo'ridan boqaman degan akalarimiz bo'lsa, videoni jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Buning sog'liqlaridan ham bor. Zo'rlaridan kelgan. Xudo xolisa shu sizlarga narxini kelishtirib berishga harakat qilamiz. Mana, aloqaga chiqaverasizlar. Yoqqan bo'lsa, qanaqa ma'lumot qolib ketgan bo'lsa, telefon qiling, telefon orqali berilaveradi. Mana, qo'chqorni zo'ridan kelib qoldi-yu, aka. Qarang, mashalloh, ular turishini. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar, yoqqan bo'lsa, aloqaga chiqing. Xudo xolasa ishingiz chiroyli qilib bitkazib beriladi. Qarang, kalla boshlarini. Oq yuz haqiqiy noyob ular aka. Aloqaga chiqavering, yoqqan bo'lsa, laykni bosib, keyingi partiyaga navbat beraveramiz, hurmatli obunachilar. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Zo'rlardan kelgan bugunga chiqadi, aka. Xudo xolasa erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Telefon qilgan odamni xudo xolasa ishi bitadi. Aloqaga chiqavering aka. Laykni bosing, xudo xolasa. Layk sizdan hech qanaqa megabayt olmaydi, prosta shu videomizni kengroq odamga tarqashiga sizlarni qo'shib qoladi. Keyingi partiya navbat beramiz aka. Keyingi dorlaridan kelgan aka. Birinchi partiya menga rosa yoqdi-yu, lekin sog'lig'idan bo'lganda sog'lig'idan olar edim deb yurgan akalarimiz bo'lsa, mana shunaqasidan ikkinchi partiyamizga 5 dona
urg'ochisidan aka. Hammasini quloq-oshlari but-butun haqiqiy qo'y qilib olaman degan akalarimizga shu 5 tavsiya qilaman aka. Soni 5 dona, yosh oyligi 7-8 oylik u yoq bu yog'ida aka. Bo'y bastlari 75 plus-minusda. Mana qaranglar, inshaalloh hammasi nimasi bo'ladi. Qulog'ini qarang, pasham chaqmagan qulog'i. Xo'sh, qo'y qilib olaman degan obunachilarimizga mana shu qo'ylarni tavsiya qilaman. Qo'l bola qilib, o'zimni qo'ramga moslab, o'zim tindirib boqaman degan akalarimizga mana shu 5 tavsiya qilaman. Aka qarang, quloq oshlari hammasiniki but-butun sog'lom. Mana qarang, mashalloh, mana. O'zlar qaranglar aka, mana qarang. Yurishlarini qarang, o'ta sog'lom. Xudo xolasa bitta obunachimizga shuni tavsiya qilaman. Oling, xudo xolasa barakasini, xudo xolasa barakasini topasiz. Mana qarang, oyoq qo'llarini uzun-uzun haqiqiy nimasi bo'ladi. Qo'y qilib oladigan haqiqiy. Qarang. Mashalloh, quloqlari ham hammasiniki but-butun. Rosa boqadigan qo'ylar. Hop, bu narxiga keladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, 5 bitta olaman degan obunachilarimizga narxi 4,5 44 naqa narxlar yo'q. Bir joydan oling, mana dastlabkasi besplatni Toshkentgacha yetkazib olib borib beriladi. 4,200,000 so'mdan narx qo'yamiz, hurmatli obunachilar, mana. Bo'ladigan senasi qo'yamiz. Buni olib qochish 4,5 46 deyish keragi yo'q, mana. 4,200,000 so'mdan 5 olaman degan obunachilarimizga ketdi, mana hurmatli obunachilar. Aloqaga chiqavering, mana. Yoqqan bo'lsa dirs laykni bosib aloqaga chiqaveringlar aka, mana. Kalla boshlarini qaranglar, qo'ylar. Inshaalloh hammasi sog'lom. Birata bir manqasi oqqani, bir mala-mujmali yo'q. Qarang, hammasini olib boqadigan qo'ylar. Erta bahorga qo'chqorni so'radan bittasidan qo'shib qo'ysangiz, o'zidan ko'payib, xudo xolasa yuraveradi. Qarang, turishini, qulog'ini qarang, shalpon quloq. Mana aka. Aloqaga chiqavering, tavsiya qilaman mana shu qo'ylar. Haqiqiy boqadigan sog'loqchalar. Mana. Bu xolasa 4,200,000 so'mdan bo'ladigan senasi qo'yildi aka. Aloqaga chiqavering. Yoqqan bo'lsa, chiroyli aloqaga chiqing, ishingizni chiroyli qilib bitkazib berishga harakat qilamiz. Mana. O'ylar qarang. Mashalloh. Yurishlarni yana bir qator ko'ring. Mana. Qarang. Hammasini dumbasi chiroyli. Birata osilgan dumbasi, solpa dumbasi yo'q. Hammasi dumbasi, tikka dumba, raketa dumba. Aka, aloqaga chiqing. Aka, erinmasdan videoni ko'rib turing. Bundan keyingi qo'chqorni o'ta zo'rlardan kelgan. Oxirigacha ko'ring videoni, erinmasdan. Ketkazgan vaqtingizga achinmaysiz, aka. Videoni oxirigacha erinmasdan ko'rib turing. Bundan keyingi ham zo'rlardan kelgan. Shularga navbatni beraveramiz. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga Qo'chqorda haqiqiy ayiq polvonlaridan. Uni qarang aka. Qo'chqor turishlarni, stoykalarini qarang, gashtandi. Inshaalloh. Uni qarang. Aka, qurbonlikka qidirib yurganmidingiz? Qurbonlikka yetalab oladigan kerak edi. Shunaqasidan bo'lsa, olardim degan akalarimiz bo'lsa, mana qurbonlik boqidan do'xoz go'sht yo'nalishda go'sht yorvoradigan qo'chqorlar. Mana qarang. O'ta besona qo'y qo'chqor bo'ladi. Tarozini tutulatib yuboradiganlaridan aka, qarang. Mashalloh. Kashtan steykasi haqiqiy dahshat ekan. Mana qarang. Soni 4 dona aka, yosh oyligi 10-11 oylik atrofida tish buzishga yaqin qo'chqorlar. Bo'y bastlari 80 plus kelaverasizlar. Mana, qator yurishlarni ko'ringlar akalar. Haqiqiy boqadigan zo'r qo'chqorlar. Xudo xolasa narx-navolarni yo'lda qilib qo'yib berishga harakat qilamiz. Hop, narxi aka 4 bitta tortaman, qiziqdim degan obunachilarimizga buni bo'ladigan senasini qo'yamiz. Ko'pirtirib, olib qochib, PR qilish kerak yo'q. Bir joyda hammasini olaman degan obunachilarimizga bo'ladigan senasi 5,500,000 so'm. Aka, telefon qiling, xudo xolasa mana xayriga, sunnatiga oz-moz o'tib beriladi. 5,5 million so'mdan 4 olaman degan obunachilarimizga ketdi. Aloqaga chiqing aka, ishingizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. 5,500,000 so'mdan 4 olganga xayri bor. Mana, qo'chqorlar qarang, mashalloh. Haqiqiy yemini yeb 3 oy, 2 oydan bos yemini yeb turgan qo'chqorlar aka. Qirg'iziston Talas oblastidan o'tgan.
xotirjam uy sharoitiga moslashgan, bemalol yemga o'rgangan yemni bayo'y berib boqaverasiz. Mana qo'chqorlar. Yurishlarini qarang. Aloqaga chiqavering, yoqqan bo'lsa, xudo xolasa ishingiz bitadi. Chiroyli qilib aloqaga chiqing, ish bitadi aka. Qo'chqorni qarang. Bitta olaman degan obunachilarimizga ham bittalab ham sotiladi. Tanlashingizga qarab, holatiga qarab, tanlab olishga qarab sotilaveradi. Aloqaga chiqaveringlar aka, yoqqan bo'lsa, dirs laykni bosing. Aloqaga chiqing, ishingiz bitadi. Keyingi partiyaga navbat beramiz. Keyingisiga o'tib dollardan kelgan. Videoni albatta oxirigacha erinmasdan ko'rib turing. Xo'p, 4-partiyamizga mana o'ta zo'ridan aka, bitta sovliq, bitta qo'chqor. Ikkalasi ham oqidan, mana qarang. Bittasi qora qulog'i sovliq. Bunisi oqi qo'chqor mana. Qarang. Jup ikkalasi, haqiqiy qiziqqan ishqibozliga 2 dona zo'ridan qarang. Mashalloh, ishqibozliga sotamiz xudo xolisa. Mana, ikkalasi ham qo'chqorning yoshi 7 oylik atrofida, sovliqning yoshi 6 oylik. Qarang. Haqiqiy zo'r sovliq ham qarang. Chiroyli qo'chqor bo'ladi xudo xolisa. Aka, narxiga keladigan bo'lsak, ikkalasini qiziqqan obunachilarimizga 8 million 200 ming so'mga dastlabkasini Toshkentgacha besplatniy qilib yetkazib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. 8 million 200 ming so'mga ikkalasini olamiz degan obunachilarimizga bitta qo'chqorda sovliq tavsiya qilaman. Haqiqiy qo'y qoladigan, qarang, mashalloh. Go'zalligini bo'ladi. 4 million 100 ming so'm, 8 million 200 ming so'mga dastlabkasi Toshkentgacha besplatniy yetkazib borib beriladi. Aloqaga chiqavering aka, yoqqan bo'lsa, xolos ishingiz bitadi. Aloqaga chiqing. Qiziqdim deng, xolos 8 million 200 ming so'm bo'ladigan sena qo'yildi aka. 9, 9,5, 8,5 deyish kerak yo'q. 8 million 200 ming so'm bo'ladigan narsa. Aloqaga chiqavering aka, ishingiz bitadi. Keyingi navbatni beramiz. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Qo'ylar o'ta chorsagan yugurib boryapti. Yaxshilab ko'ringlar, xudo xolasa 8 million 200 ming so'm bo'ladigan narx qo'yildi. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyaga navbatni beramiz. Keyingisiga ham zo'rlardan kelgan. Like bosib, kanalga obuna bo'lib bo'lish ham esdan chiqmasin. Navbatdagi partiyamizga mana 2 dona to'g'li sovliqni o'ta go'zalidan qo'y qilib olib yuraman degan akalarimizga haqiqiy o'ta go'zalidan qarang, mashalloh. O'ta sog'lom qo'ylar aka, quloqoshlari but-butun. Yosh oilaga aka 7 oylik yog' yo'laverasizlar. Bo'y bastlari 70 plyusda. Ikkalasi ham zo'r qo'ylar, yeb ichishdan umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga yanasini muddati bor. Mashalloh, qo'ylar qaranglar aka, quloqoshlari butun. Bu qo'ylarimiz akalar kuni kecha YouTube tarmog'iga chiqqan edi. Bitta akamizga ishonuvdik. Bu akamiz buni olaman deb bozordan qo'ydilar. To'g'risiga. Unaqa qilmanglar akalar, buni yaxshilab pulni naq qilib, bir maslahat qilib keyin aloqaga chiqsalaring yaxshi bo'ladi. Mana shunday qilib bozorini o'tkazib qo'yapsizlar-da qo'ylarni. Shu qo'ylar ham sotildi. Keyin telefon qilgan odamlarga bu qo'y sotildi deyapmiz. Nariga akamiz, olgan akamiz oxirida pulim bo'lmayapti, bo'lyapti degan gaplar bo'lyapti. Shuning uchun yaxshilab maslahat qilib, pulingizni jamlab keyin aloqaga chiqsangiz yaxshi bo'ladi aka. Bozorni o'tkazib qo'yapsiz-da qo'y. Xo'p, buni 8 million 500 ming qo'ygan edik. 8 million 300 ming qo'yamiz endi, hurmatli obunachilar. 8 million 300 ming o'tgan safar sotgan edim. 8 million 300 ming so'm narx qo'yamiz. Buni sotish kerak, bizga aylangani qo'ydi. 8 million 300 ming so'mga qiziqdim degan obunachilarimizga ikkalasini dastlabkasi besplatniy qilib yetkazib olib borib beriladi. Mana sovliqlar haqiqiy ikkalasi ham o'ta go'zal sovliqlar. Olib boqadigan odam bo'lsa tavsiya qilaman. Mana ikkalasi ham chiroyli, qarang, inshaalloh qo'zladi. Quloqoshlari ham but-butun, va manqasi oqqan, g'ubori yo'q qo'ylar. Aka 8 million 300 ming so'm narx qo'ydik. Aloqaga chiqing, xudo xolasa ishingiz bitadi. 8 million 300 ming so'mga qiziqdim degan obunachilarimizga ketaveradi. Dastlabkasi Toshkentgacha besplat. Yog'iga ham bor, yog'iga kelishilgan holda.
Aloqaga chiqaverasiz aka. Tirs like bosib qo'yishim esdan chiqmas. Mana, sovuqqa qarang, o'ta sog'lom qo'ylar. Mana, aloqaga chiqavering aka, keyingisiga navbat beraveramiz. Mashalloh, hurmatli obunachilar, mana oxirgi partiyamizga ko'k so'liq udoradan qo'ydim-da, qarang. Mashalloh, bo'g'oz. Birinchisiga tug'adi, ekitishga endi o'tdi. Xudo xolos 4 oylik, 4,5 oylik bo'g'oz. Bemalol o'ziga ham sog'laverasiz, hurmatli obunachilar. Bu yoqdan umuman muammo yo'q. Birinchisiga tug'ib beradi aka. Qarang, o'tgan safar ko'k qo'y qo'ydik, juda ko'pchilik so'rashuvdi. Shunga mana ko'k qo'yni zo'ridan topib keldik-ku, qarang. Yoshidan topib keldik. O'tgan safargi yoshini sal yosh katta deydi. Buni haqiqat zo'r qarang. O'ta yosh. Birinchisiga xudo xolos qo'zilaydi. Xudo xolasa 1 oy, 1,5 oydan keyin qo'zilaydi aka. Qarang turishini. Yosh. Birinchisiga tug'adi, xudo xolasa mana. Ko'k qo'yni zo'rana qilib yurgan akalarimiz bo'lsa, aloqaga tez chiqishavering. Shoshilib aloqaga chiqing aka. Bunaqasi hadeb ham kelavermaydi to'g'risiga. Ko'k qo'y ham bo'g'oz. Xo'p. Bo'y bastlari 75 plyusda narxga keladigan bo'lsak, aka bo'ladigan senasini qo'yamiz. 6 unaqa narxlar yo'q. Xo'p. Mana qarang. Bo'ladigan senasi 5 million 500 ming so'mga narx qo'ydik. 5 million 500 ming so'm dastlabkasi mutlaqo tekin. Aloqaga chiqaverasiz ekan, qarang. Haqiqiy noyob odam. Bir sari o'tib ketdi vallahi. Aloqaga chiqavering. 5 million 500 ming so'm bo'ladigan sena qo'yildi mana. So'lig'imiz haqiqiy udor, hali yosh, birinchisiga tug'adi. 5 million 500 ming so'm hojaga aloqaga chiqing, ishingiz chiroyli bitadi. Shuning bilan videomiz shu yerda yakunlaymiz akalar. Hammani chorvasiga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringga rivoj. Bizni videolarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa biz ham sizlar uchun harakatdan charchamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Hamma aytilgan narxlar xayri bor.